Maqsadlaringizga yetishtiradigan 5 ta qadam. Birinchisi motivatsiya. Har bir aniq maqsad uchun albatta motivatsiya bo'lishi kerak. Motivasiyasiz siz hech qaysi maqsadlaringizga yetisha olmaysiz. Ikkinchisi aniqlik kerak. Bormoqchi va yetishmoqchi bo'lgan maqsadingizni qanaqa qilib borish yo'llarini, yetish yo'llarini aniqlashtirib olishingiz kerak. Uchinchisi o'rganish. Qilgan xatolaringizdan o'rganish, o'xshamasa qayta qilish va optingizni oshirishingiz kerak. To'rtinchisi ustoz bo'lishi. Ustoz nima uchun kerak? Siz bosib o'tmoqchi bo'lgan yo'llarni, o'sha maqsadingizga yetish yo'llarini ustozingiz allaqachon bosib o'tgan bo'ladi va ular past balandliklarni, xato kamchiliklarni biladi va sizga shu xato kamchiliklarni qilmaslikni, qanaqa to'g'ri borishlikni o'rgatib, qo'llab-quvvatlab boradigan inson. Shuning uchun ustoz kerak. Va oxirgi 5-inchisi mas'uliyatli bo'lish. Hayotingizda va ishingizda qilgan xatolaringizni mas'uliyatini o'z bo'yningizga olish. Qachonki siz barcha mas'uliyatni o'z bo'yningizga olsangiz, maqsadlaringizga yetishasiz. Shunaqa videolar agar foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring.